Blogerlar tekinga yashaydi. Hamma narsa barter. Kiyim, restoran, salon, hattoki moshina va uyni ham tekinga barterga olishadi. Barterning ma'nosi esa pulsiz rashyot, ya'ni tovarga tovar yokida xizmatga xizmat ko'rsatish almashuvi. Ikki taraf ham bu hamkorlikdan manfaat ko'radi. Tekin degan ma'noga ega emas. Tekin podarka degani siz tovar yoki xizmatni bepul ko'rsatib, o'rniga esa hech narsa so'ramaysiz. Ya'ni tovar yoki xizmat ko'rsatib, o'rniga reklama, ambasadorlik, modellik qilib bering deb so'ramaysiz. Nimaga ko'plab brendlar bloger va media sohasidagi bo'lgan insonlarga barter taklif qilishadi? Chunki bloger yokida media sohasidagi insonlarni praysi balandlik qilsa, kompaniya bunga byudjet ajratmagan bo'lsa, ularga barterga ishlash arzonga tushadi. Masalan, oddiy misol, prays bo'yicha reklama $100, tovar esa 1 million so'm. Tag'in ham bu tovarni sotuv narxi, tan narxi undan ham arzonroq bo'ladi. Shunda brendga barterga ishlash ancha qulay, agarda bloger bunga rozi bo'lsa. Endi nimaga hamma bloger ham barterga ishlamaydi? Masalan, reklama $100, tovar narxi esa 100 ming. Ya'ni reklama narxidan tovar narxi ancha past va bloger bu hamkorlikdan kerakli manfaat ko'rmaydi. Yokida tovar narxi $100, hattoki $200 bo'lsa ham olmasligi mumkin. Chunki balki blogerga u tovar qiziq emas va uni reklamasiga to'lov kerak. Chunki reklama bu uni ishi. Undan keyin axvat oshib, tovar ommalashishi, foyda keltirish darajasiga ko'tarilishi oson va bir kunda bo'lmagan. Bu kunga o'zini tinimsiz harakati orqali erishgan. Tekinga esa qush ham inidan chiqmaydi. Barter demak tekinga keldi degan narsani yo'qoting. Iltimos, bir-birimizni mehnatimizni qadrlab, tekinga tenglashtirmaylik.